Assalomu alaykum aziz ustozlar. Bizga navbatdagi berilgan masala Virginia shifrdan foydalanib universitet so'zini lola kalit so'zi orqali ingliz alifbosi yordamida shifrlang degan masala qo'yilyapti. Buni amalga oshirish uchun biz demak birinchi qiladigan ishimiz ochiq matnni yozib olamiz. Ochiq matnni yozib olganimizdan keyin uni to'ldirish uchun kalit so'zni oxirigacha yozib chiqamiz mana bunday holatda. Ya'ni lola so'zi mana bu yerda tugagan bo'lsa, demak ochiq matnni to'ldirish uchun ya'ni lola deb to'ldirib chiqamiz, yozib chiqamiz to'liq holatda. Buni yozib bo'lganimizdan keyin har bitta harfni tartib raqamiga qarashimiz kerak. Faqat attestatsiya jarayonida, ya'ni test ishlash jarayonida bizga qanday ishlashimiz muhim emas, balki to'g'ri javobni tezroq topganimiz muhim. Ya'ni vaqtdan yutish uchun javoblarga e'tibor berishlaringni talab qilardim sizlardan. Sababi javoblarda sizlarda testni yechish uchun eng tezroq vaqt topish imkoniyati bor. Ya'ni qaraymiz javoblarga qaraganimizda mana bu oxirdan ikkinchi harflarimiz har xil. Shunga e'tibor berishimiz kerak. Har xil, demak biz har bitta harfni hisoblab o'tirishimiz shart emas. Oxirdan ikkinchi harf, ya'ni mana bu ikkita harfni topib qo'ysak bo'ldi. Shifrlangan holatini va natijaga to'g'ridan to'g'ri boramiz. Qanday amalga oshiramiz? Demak, bilan O'ga qaraymiz. Demak, ochiq matndagi harfi kalit so'zdagi O harfi bilan shifrlanishi kerak. Ni qaraymiz, alfavitda nechinchi o'rinda turibdi? Demak, 4da turibdi. Yozaman 4. O harfimiz demak bizda 14da turibdi. 14 va bu ikkalasini qo'shaman. 18 bo'ladi. 18-chi tartib raqamdagi harfni qarayman. Demak, 18da S turibdi. Bizda oxirdagi ikkinchi harflarimizda S harfi faqat bir javobda bor xolos. Bunda bunda G va bunda R. Mana shunday holatda siz masalani tezroq yechimiga borishingiz mumkin. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Video yoqqan bo'lsa like, kanalga obuna bo'lishni esinglardan chiqarmanglar. Xayr, sog' bo'linglar.